2025-yil 1-may sanasida u tuning atelyemiz ochilgan. U tuning atelyemizga mana shu mashinani egasi, BMW bor-ku, M4 Gaini urib ketgan Gai. O'sha mashinani egasi ular bizani o'sha Uzbelas Performance tuning atelyemizga hamkorlik bilan kirishgan. O'zlari shu voyaga yetmagan bola va'dalar. O'g'lim voyaga yetgan sari mana shu biznesda qatnashishni men xohlayman deganlar va biz kelishganmiz. Tuningni ular to'lov qilishgan. Tuning o'zini narxida qilingan va mana shu ular ochayotgan joyini reklamasini qilish uchun ularning mashinasi tuning qilingan. Sizni ular tanirkan. Siz men ham ularni tanirdim. Ha. Shuni avvalroq bilganmisiz? Voyaga yetmagan bolalar shu mashinani olib chiqib ketishadi. Da, ularni. Lekin o'z tarafingizdan mana qanaqadir ogohlantirib ham qo'ymagansiz. Shu narsa ma'muriy javobgarlikka yoki jinoiy javobgarlikka olib kelishini bilarmidingiz? Biz dokument mashinani haydab yurishmi? Hamma biladi chunki. Ular tuning atelyegacha shu mashinani haydab kelishardi, to'g'rimi? Yo'lda. Lekin men Gai xodim emasman-da, ulardan nimadir dokumentini olib qo'yish. Birinchi tanishganimda o'zi bu narsa yomon deb aytganman. Mashina olib ketayotganda har doim men bermaganman mashinani. Bersam-da, aytmaganman. Sizni tanlovingiz ko'proq bo'ptiki, men ishimni qildim, men o'zimni pulimni oldim, u yog'i o'zi biladi nima qilishi, o'zini ota-onasi bor degandek. Shunaqa qarash qildingizmi? Yo'q, hozir javoblarim juda ham har xil. Yer bilan osmonni teng. Chunki men bu yerda bir kunim o'tdi. Men bu hayotimda birinchi marta bunaqa narsadan o'tishim. Mana yoningizda o'tirman, men uchun juda ham katta dars bo'ldi. Birinchi kunning o'zida. Meni gaplarim уже boshqacha hech qachon unaqa chiqmaydi. Men bilamanki, что hamma действияning jazosi bor. Hamma gapning jazosi bor, shuning uchun. Вы вообще себя соучастником ощущаете? Вот mana shu narsalarni vaqtida ogohlantirganda yoki shunchaki og'zimdan chiqqanda mana men shu narsa bo'lmasligi ham mumkin. Sizdan shu xayol, mana shu fikr o'tayaptimi xayolingizdan? Mashinalarni tez yurib beradigan qilib berishimdanmi? Mashinalarni tez yurib berishni qilib berganim uchun-da. Bu narsaga aloqam bor. Aloqangiz bor shu. Mashinasini tez yurish hozir tez yuradigan bo'lib qolganligiga aloqa.